Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan ikkinchi mavzu, ya'ni to'g'ri chiziq va tekis harakat mavzusini yechimlarini qilamiz. Xudo xohlasa, demak boshladik. Demak, birinchisi 2400 sekund necha minut bo'ladi? Demak, vaqt bilan bergan. Demak, 2400 sekund. Sekundni minutga o'tish uchun 60 ga bo'lamiz. Demak, 2400 ni bo'lamiz 60 ga. Demak, 40 minut chiqadi. Demak, E javob. Ikkinchi 1,5 soat necha minut? 1,5 soat necha minut? Ya'ni soatni minutga o'tish uchun 60 ga ko'paytiramiz. Chunki 1 soat 60 minut. 1,5 ko'paytiramiz 60. 90 minut. Javob. Uchinchi vaqt birligidagi ko'chishga miqdor jihatdan teng bo'lgan fizik kattalik bu nima deyiladi? Bu tezlik deyiladi. Ya'ni v teng s taqsim t. Ya'ni vaqt birligi ichidagi ko'chishga, ya'ni vaqt birligi ichida bosib o'tilgan yo'l tezlik deyiladi. To'g'ri chiziqli tekis harakatda ko'chish yo'lga teng bo'ladi. Chunki uning trayektoriyasi to'g'ri chiziqda iborat. To'rtinchi 90 kilometr taqsim soat necha metr taqsim sekund bo'ladi? Ya'ni tezlik v bilan belgilanadi. Demak, 90 kilometr taqsim soat necha metr taqsim sekund bo'ladi? Tezlikni birliklarida, ya'ni kilometr taqsim soatdan metr taqsim sekundga o'tish uchun 3,6 ga bo'lamiz. Ya'ni 90 bo'lamiz 3,6. 25 metr taqsim sekund bo'ladi. Demak, E javob. Agarda metr sekundda masalani berib turib, demak kilometr taqsim soatda so'rasa 3,6 ga ko'paytiramiz. Keyingi 5-chi 54 kilometr taqsim soat necha metr taqsim sekund? Yana 54 ni bo'lamiz 3,6 ga, demak 15 metr taqsim sekund bo'ladi. S javob. Endi 7-chida 6-chida demak 18 kilometr taqsim soat necha metr taqsim sekund bo'ladi? Demak, 18 ni yana bo'lamiz 3,6 ga, demak 5 metr taqsim sekund bo'ladi. Javob. 7-chi 1800 santimetr taqsim minut. Bu ham tezlik birligi. 1800 santimetr taqsim minut necha metr taqsim sekund bo'ladi? Endi bunday masalalarda demak 1800 suratini alohida o'zini birligiga, mahrajini alohida o'zini birligiga o'tamiz. Demak, suratda santimetr o'tdi, uni metrga o'tamiz. Demak, santimetrni metrga o'tish uchun 100 ga bo'lamiz. Demak, taqsim 100 bo'ladi. Endi mahrajda, ya'ni mahrajda minut turibdi. Demak, minutni sekundga o'tish uchun buni 60 ga bo'lamiz. Demak, mahrajdagi narsani 60 ga bo'lsak, u ko'paytiruv bo'lib yuqoriga chiqadi. Mana bir taqsim, ya'ni bu yerda minut turadi, sekund o'tish uchun uni 60 ga bo'ldik. Bu 60 yuqoriga chiqadi. Teng bu yerdan davom ettiraman. Teng. Demak, 1800 taqsim 100 ko'paytiruv demak 60. 1 2 1 2 0 kelsa, demak 18 ko'paytirilgan 60 bo'ladi. Uzr, adashdim. Minutni sekundga o'tish uchun 60 ga ko'paytiramiz. Demak, mahrajni 60 ga ko'paytirish kerak. Bir taqsim bu yerda 60 sekund. Ya'ni 1 minut 60 sekund. Bu yerga 60 qo'yiladi. Teng. Demak, ko'paytirib 1 2 1 2 0 kelsa, 18 bilan 60 ni 6 ga qisqartirsak, bu yerda 10, bu yerda 3 qoladi. Demak,
3 taqsim 10 teng 0,3 metr taqsim sekund bo'ladi. Demak, bu javob. 8-chi. To'g'ri chiziqli tekis harakat vaqtida, demak, tezlik o'zgarmas bo'ladi. V teng konstanta bo'ladi. B javob. To'g'ri chiziqli, ya'ni tekis harakatda tezlik o'zgarmas bo'ladi. Demak, tekis harakat bo'lgandan keyin tezlik o'zgarmaydi. 9-da tezlikni aniqlash formulasi V teng S taqsim T. Demak, B javob. 10-chi masala. Jismni to'g'ri chiziqli tekis harakatdagi harakat vaqtini ifoda qanday etadi? Demak, S ko'chish moduli, V tezlik. Demak, vaqtni so'rab turibdi. Bu yerdan vaqtni topsak, T teng S taqsim V bo'ladi. B javob. 11. Jismning tezligi va vaqtni ko'paytmasi qanday kattalik? Demak, tezligi va vaqtning ko'paytishi, demak, V ni T ga ko'paytirsak S ni beradi. Bu yo'l. 11-da, ya'ni yo'l. Javob. 12-chi. To'g'ri chiziqli tekis harakatda bosib o'tgan yo'l qanday ifoda bilan aniqlanadi? Demak, bosib o'tilgan yo'l V ko'paytirilgan T bo'ladi. Bu javob. 13-chi masala. Moduli bir xil tezlikda harakatlanuvchi ikkita jismdan biri yarim aylana bo'ylab A nuqtadan B nuqtaga T1 vaqt davomida, ikkinchisi esa T2 vaqt davomida A va B to'g'ri chiziq bo'ylab keladi. T1 taqsim T2 nisbatini hisoblang. Demak, chizma berilgan ekan. Chizmani chizib olsak, biri yarim aylana bo'ylab, demak, biri yarim aylana bo'ylab A nuqtadan B nuqtaga yetib keladi. T1 vaqtda, ikkinchisi esa T2 vaqt davomida, demak, bu to'g'ri chiziq bo'ylab harakat qilib keladi. Ya'ni T1 taqsim T2 ni hisoblang. T2 ni hisoblang. Bu uchun dastlab T1 va keyin T2 ni topib olamiz. Demak, T1 teng S1 taqsim V bo'ladi. Bir xil tezlikda harakatlanmoqda dedi. Demak, V1 teng V2 teng V deb olamiz. S1 taqsim V. Demak, birinchini bosib o'tgan masofasi P ko'paygan R bo'ladi. Demak, P ko'paygan R bo'ladi. Taqsim V. Ikkinchisi T2 teng S2 taqsim V. Demak, ikkinchini bosib o'tgan masofasi, bu yerni R deb olsak, bu yer ham R bo'ladi. Demak, 2R masofani bosib o'tgan. Demak, 2R taqsim V bo'ladi. Endi T1 taqsim T2 ni hisoblasak, bir-birisidan bo'lsak, ya'ni tezliklar bir xil bo'lgani uchun qisqarib ketadi. PR taqsim 2R qisqarsa P taqsim 2 bo'ladi. Demak, B javob. Keyingi masala 14-masala. Bir jismning tezligi ikkinchisi to'g'risida harakatlansa 14-masalada ham xuddi shunday chizma berilgan, xuddi shunday masala, faqat bu yerda vaqtlar teng, T1 teng T2 bo'lsa, V1 taqsim V2 ni so'rab turibdi. Demak, mana shunday harakat qilgan. Demak, birinchi bilan ikkinchisi bir xil vaqtda yetib kelgan bo'lsa, ularning tezliklari nisbatan so'rab turibdi. V1 teng, demak, S1 taqsim T deyman. Ya'ni vaqtlari teng bo'lgani uchun bular ikkisi T ga teng. S1 ni o'rnina yana PR qo'yamiz. PR taqsim T. Endi V2 teng S2 taqsim T. S2 ni o'rnina 2R qo'yamiz. Ya'ni 2R masofa 2R taqsim T. Demak, V1 taqsim V2 teng, bir-birisiga bo'lsam T lar qisqaradi. P
r taqsim 2r, rlarga esa ya'ni pi taqsim 2 bo'ladi. Keyingisi Keyingisi 15-masala. Chizmasi bor ekan, chizmasini chizib olamiz. İki mashina OX va OY o'qida yo'llarni kesish nuqtasiga qarab tekis harakatlanmoqda. Demak, yo'llarni kesish nuqtasi mana bu yerga qarab ikkisi ham harakatlanmoqda. Tezligi 12 metr taqsim sekund bo'lgan birinchi avtomobil, demak V1 teng 12 metr taqsim sekund ekan. Bo'lgan birinchi avtomobil O nuqtaga yetganida, demak birinchi avtomobil mana bu O nuqtaga yetib kelganda, ikkinchi avtomobil bu nuqtadan, demak ikkinchi avtomobil bu nuqtadan 100 metr uzoqlikka o'tib ketgan. Demak ikkinchi avtomobil mana bu yerga yetib kelgan, ya'ni bu yerdan 100 metr uzoqlikka, demak koordinata 100 bo'lgan joyga yetib kelgan. Ikkala avtomobil ham bir vaqtni o'zida koordinata boshiga yetib kelishi uchun ikkinchi avtomobil tezligini qanday o'zgartirish kerak? Demak, V2 shtrix deb olaman. Keyingi vaziyat, ya'ni o'zgartirilgandan keyingi tezligini topishimiz kerak. Tezligini qanday o'zgartirish? Ya'ni delta v-ni so'rabdi. Demak, delta v-ni topamiz. Ya'ni tezligini qanday o'zgartirish kerak? Endi demak, bir xil vaqtda yetib kelish uchun 12 metr taqsim birinchi avtomobil nuqtaga yetganda ikkinchi avtomobil nuqtadan 100 metr uzoqlikka o'tib ketdi. Demak, dastlabki tezligini topib olamiz. Ya'ni ikkinchi avtomobilning dastlabki tezligini topib olamiz. Demak, u birinchi avtomobil O nuqtaga 240 metr masofani bosib kelgan vaqtda ikkinchi avtomobil O nuqtadan 100 metr masofaga o'tib ketgan. Demak, vaqtlar bir xil vaqtda. Demak, T1 teng T2 vaqtdagi foydalanib, demak V2 tezlik topib olamiz. Demak, T1 ni topsak, ya'ni S1 taqsim V1, T2 ni topsak S2 taqsim V2. Demak, S1imiz birinchi avtomobil 240 masofa o'tgan, ya'ni T vaqtda bu yerga 240, V1 qanday tezlik bilan harakatlangan? Birinchi 12 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlangan. Endi S2 qanday masofani bosgan? Bu yerda 220 metr masofa, qo'shimcha 100 metr masofa. Umumiy 320 metr masofani qandaydir V2 tezlik bilan bosib o'tgan. Endi bu yerdan V2 ni topadigan bo'lsak, nollarni qisqartirsak, 24 ni 12 ga bo'lsak, bu yerda 2. Demak, V2 teng 32 taqsim 2, demak 16 metr taqsim sekund. Demak, dastlabki tezligi o'zi ikkinchi avtomobilning 16 metr taqsim sekund tezligi ekan. Endi u birinchi avtomobil bilan teng vaqtda, ya'ni bu nuqtaga kelib uchrashishi uchun u qanday tezlik bilan harakatlanishi kerakligini topib olamiz. Demak, yana bir xil vaqtda kelishi uchun T1 teng T2 desak, S1 taqsim V1 teng S2 taqsim V2 dan foydalanaman. Demak, S1imiz 240
taqsim 12 teng S2'miz endi 220 metr masofani olaman, chunki u bu yerga kelib uchrashishi kerak. Shu tezlik bilan. Demak 220 taqsim qandaydir tezlik bilan harakatlanishi kerak. Shu tezlik bizga kerak. Demak 0 la qisqarsa 24 ni 12 ga bo'lsak 2, V2 ni topsak 22 taqsim 2 teng 11 metr taqsim sekund ekan. Demak, u bir xil vaqtda kelib bular ikkisi uchrashishi uchun u 11 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlanishi kerak ekan. Lekin u 16 metr taqsim sekund bilan harakatlangan. Demak, u bu yerda uchrashishi uchun uni tezligini demak delta v teng v2 minus v1 teng 16 minus 11 teng 5 metr taqsim. Uni tezligini 5 metr taqsim sekundga kamaytirish kerak. 5 metr taqsim sekundga kamaytirsa, ya'ni 11 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlansa, ularning ikkisi bir xil vaqtda o nuqtaga yetib keladi. Demak, 5 metr taqsim sekundga kamaytirish bu A javob. To'g'ri. Keyingisi 16. 16 masalada x o'qi bo'ylab to'g'ri chiziqli tekis harakatdagi jism tezligini x o'qiga proyeksiyasi qanday ifodalanadi? Demak, v tezlikni so'rab turibdi ekan. x0 boshlang'ich koordinata, x oxirgi koordinata, v0 boshlang'ich tezlik, a tezlanish. Demak, to'g'ri chiziqli tekis harakat dedi. Sizlarda x teng x0 plus v ko'paygan t edi. Shu yerdan v ni topsak, x minus x0 teng v ko'paygan t, v teng x minus x0 taqsim t bo'ladi. X minus x0 taqsim t demak B javob. Keyingi 17-masala. Chizma berilgan ekan. On 16 masala ishlaylik. Demak 17 masala. K nuqtadan o'zgarmas tezlik bilan yugura boshlagan sportchi, demak v teng konstanti. K nuqtadan o'zgarmas tezlik bilan yugura boshlagan sportchi 16 sekundda M nuqtaga bordi. Demak, mana bu yerga kelish uchun 16 sekund vaqt ketibdi. Demak, t teng 16 sekund vaqtda koordinatasi 60 bo'lgan. Demak, M nuqtaga yetib kelibdi. Sportchini koordinatasini vaqt bo'yicha o'zgarish tenglamasi qanday bo'ladi? Demak, vaqt bo'yicha o'zgarish tenglamasi x teng x0 plus v ko'paygan t bo'ladi. Bu uchun bizlar tezlikni topib olishimiz kerak bu tenglamani tuzish uchun. Bizda demak bu yerga ishlasak x0imiz minus 20 metr, keyingi koordinata ximiz m nuqta 60 metr. Endi t 16 sekund bo'lsa v ni topib olsak, demak bu formuladan foydalanamiz. Demak, v teng x minus x0 taqsim t teng, demak ximiz o'rnini 60 minus 20, demak 16 80. Demak 2 minus plus bo'lsa 60 ga 20 bo'lsa 80, 80 ni 16 ga bo'lsak 5 metr taqsim sekund bo'ladi. Endi tenglamani tuzib oladigan bo'lsak, x teng x0 ni o'rnina minus 20 plus v ni o'rniga 5 t bo'ladi. Demak, C javob turibdi ekan. To'xtab turinglar. On 18-masala. Demak, 18-masalada quyida OX o'qi ustida harakatlanuvchi jismlarning harakat tenglamalari berilgan. Biror vaqt oralig'ida qaysi jismning ko'chish moduli eng katta? Demak, ko'chish moduli, ya'ni S eng katta bo'lgan harakat tenglamasini topish kerak.
Demek A'da x teng 60 plus 5t. Demek B'da x teng 20 minus 5t. S javobda x teng minus 20 plus 5t. D teng D javobda x teng minus 20 plus 8t. Demek Y javobda oxirgida x teng 10 plus 6 demakdir. Demak ko'chishi, ya'ni S eng katta bo'lgan javobni belgilashimiz kerak. Demak A javobda S'imiz necha bo'ladi? O'zi S deganimiz V ko'paygan T. Demak mana bu yer S ga teng bo'ladi. Demak T ni oldidagi son, demak vaqtlari bir xil deb turibdi. Demak T ni oldidagi son qanchalik katta bo'lsa, ko'chish ham shunchalik katta bo'ladi. Misol uchun biror vaqt oralig'ida, demak vaqt bir xil. Misol uchun 1 qo'yib hisoblab ko'rsak, demak bu yerga 1 qo'ysak bu 5 bo'ladi. Demak javobimiz D javob bo'ladi. Chunki bu yerda eng kattasi, demak vaqtning oldida eng kattasi 8. Shuning uchun D javob bo'ladi. Misol uchun A javobda S teng bu yerga 1 qo'ysak 5 metr bo'ladi. Ikkinchida 1 qo'ysak bu ham 5 metr bo'ladi. Uchinchida bu minus 5 bo'lmaydi bu. Ko'chishi 5 metr bo'ladi, u koordinatasi bu. Demak bu yerda ham 5 metr bo'ladi. Keyingida 1 qo'ysak yana 8 bo'ladi. Undan keyingisida 6 bo'ladi. Eng kattasi 8, ya'ni D javob bo'ladi. On 9-chi masala. Quyida OX, OQ ustida harakatlanuvchi jismlarning harakat tenglamalari berilgan. Biror vaqt oralig'ida qaysi jismning ko'chish moduli eng kichik? Bu yerda ham shunday masala bo'lib turibdi. Uni variantlarini yozib o'tibman. Endi eng kichik desa, bu yerdagi son eng kichikini olishimiz kerak. Misol uchun bunda 3 bo'lishi mumkin. Demak 19 da eng kichigi bu S javob bo'lib turibdi. Ya'ni 19 da S javob. Chunki S javobda yana to'g'ri javobni yozib o'taman. 19-da S javobda x teng 40 plus t bo'ladi. Demak t ni oldida hech qanday son yo'q. 1 qo'ysak, ya'ni demak tezligi 1, demak 1 chiqadi. Ko'chish yana mana bu yer ko'chishga teng, s teng vt desak, demak buni oldida hech qanday son yo'q bo'lsa, demak uni tezligi 1 ga teng. Eng kichigi bo'lgani uchun shuni olamiz. Qolganlari katta. Demak 2t, 4t, 3t, 6t, eng kichigi t. O'zidan kichigini so'ragan. Shuning uchun S javob bo'ladi. 20-masala. Masalada harakat tenglamasi berilgan ekan. Harakat tenglamasi x teng 6 plus 3t. Ko'rinishda berilgan moddiy nuqtaning 4 sekunddagi ko'chishi. Demak t teng 4 sekunddagi ko'chishini hisoblang. S ko'chishini hisoblang. Bu mavzuni nazariyasini tushuntirganda ham tushuntirib o'tganman. Ko'chish deganda mana shu yer olinadi faqat. Demak mana shu yer olinadi. S teng bu yerda yana 3t bo'lib turibdi. Demak 3t teng 3 ko'paygan t ni o'rniga 4 qo'yamiz. Demak 12 metr. Uning ko'chishi 12 metr chiqadi. Demak A javob. Agarda bu yerga 4 ni qo'yib hisoblasak, 12, demak 6, 18 bo'lib ketadi. Unda uni koordinatasini topgan bo'lamiz. Keyingi turgan joyini topgan bo'lamiz. Yigirma birinchi ham shunday. 2 sekunddan keyin ko'chishi. X teng 20 plus 6t, demak S teng 6t teng 6 ko'paygan 2 teng 12 metr ekan. 2 sekunddan keyingi ko'chishni so'rab turibdi. 20 bilan bir xil masala. 21, 22 t teng 5 sekunddan keyingi ko'chishni so'rab turibdi. X teng 8 plus 4t teng 8 plus 4 ko'paytirilgan 5, 45, 28. Adashdim. 4, 5, 20. Tak, 22-da. 8 plus 4 ni 5 sekund. Adashdim. Tak.
22-chi x teng 8 plus 4 t teng 5 sekunddan keyingi ko'chishi so'ralgan. Demak, s teng 4t. Demak, 4 ko'paytirilgan 5 teng 20 metr chiqadi. Bu javob. 21-chida 12 metr chiqadi. Bu D javob bo'ladi. 23. Ikki jismning harakat tenglamasi berilgan ekan. Demak, x1 teng 5 minus 3t va x2 teng 4t minus 9. Ha, 24-chi ekan. Adashimiz 23 ni bundan keyin ishlab beramiz. Demak, 24-chida ikki jismning harakat tenglamasi berilgan. x1 teng 5 minus 3t va x2 teng 4t minus 9 shaklida berilgan. Ular qancha vaqtdan keyin uchrashadi? Demak, ularning uchrashish vaqti so'ralgan. Uchrashish vaqtini topish uchun ikkita tenglamani bir-biriga tenglaymiz. x1 teng x2. Demak, 5 minus 3t teng 4t minus 9. Bu yana o'tsa 7t teng 14, t teng 2 sekund. Demak, 2 sekunddan keyin ular uchrashadi ekan. 24-chida A javob bo'ladi. Endi 23-ni o'zlaringiz ishlab ko'rasizlar. Bu ham xuddi shu masala bilan bir xil bo'ladi. 25-chi ham shuning. 25-chi ham xuddi shu masala bilan bir xil bo'ladi. 26-chi. Ikki velosipedchini harakat tenglamasi uchrashguncha qadar ikkinchi velosipedchi qancha masofani bosib o'tadi? Demak, 26 ishlaymiz. 26-chi masala. Demak, x1 teng 10t. x2 teng 60 plus 5t. Velosipedchi uchrashgunga qadar ikkinchi velosipedchi qancha masofani bosib o'tadi? Demak, ikkinchi velosipedchi qancha masofani bosib o'tadi? Demak, S2, ya'ni S masofa so'raldi. Endi bu S masofani topish uchun, demak, ikkinchi velosipedchining bosib o'tgan masofasi, ya'ni S2 bo'ladi. Bu yerda S2 teng 5t bo'ladi. Bu uchun bizlar ularning uchrashish vaqtlarida kerak bo'ladi. Uchrashish vaqtini topish uchun bir koordinatani ikkinchi koordinataga tenglaymiz. 10t teng 60 plus 5t. Demak, 5t teng 60, t teng 12. Demak, ular 12 sekunddan keyin uchrashadi. Ikkinchi velosipedchi 12 sekund ichida 60 metr masofani bosib o'tadi. Javob. 27. Ikki jismning harakat tenglamasi bor ekan. x1 teng 20 plus 5t, x2 teng x0 plus 2t, t teng 2 sekundda uchrashgani ma'lum bo'lsa, ular orasidagi boshlang'ich masofa. Boshlang'ich masofa bu s hisoblanadi. Endi ular orasidagi boshlang'ich masofa. Demak, ular orasidagi masofa, demak, boshda x0 birinchi jismning boshlang'ich koordinatasi, x02 ikkinchi jismning boshlang'ich koordinatasi. Demak, 20 bilan x0 orasidagi masofani so'rab turibdi bizdan. Demak, demak, uchrashish vaqti berilgan ekan. Biz dastlab x0 qancha ekanini bilib olishimiz kerak. Demak, x0 birimiz bu yerda 20 metr. Bu yerda x02 kerak bizga s ni topish uchun, mana bu s ni topish uchun bu, ya'ni ikkinchi jismni dastlabki koordinatasi kerak bo'ladi. Bu uchun biz ya'ni ikki koordinatani tenglashdan foydalanib x02 ni topamiz. Demak, 20 plus 5. Endi uchrashish vaqti bor, to'g'ri o'rnina qo'yib ketamiz. 5 ko'paygan 2 teng. Ikkinchisida x02 plus 2 ko'paygan 2.
Demek 20, 5 2 10 demek bu taraf 30 teng x02 teng x02 plus 4. x02 teng 26 bo'ladi. Demek bu yer 26 metr. Demek 20 metr bilan 26 metr orasida 6 metr masofa bor. Demek S teng x02 minus x01 teng 26 minus 20 teng 6 metr. B javobda turibdi. Yigirma sakkizinchi masala to'g'ri chiziqli tekis harakatlanuvchi ikki jismning harakat tenglamasi bor ekan. Demak, agar bu jismlar 4-sekund oxirida uchrashsa, ikkinchi jismning tezligini toping. 28 da x1 teng 40 minus 5t, x2 teng vt minus 20. Ko'rinishda bo'lsa 4-sekundda uchrashsa, demak t teng 4 sekund. İkinci cisimning tezligi, demak ikkinchi cisimning tezligi mana bu v2 ni so'rab turibdi. İki koordinata, ya'ni x1 ni x2 ga tenglasak, demak x1imiz 40 minus 5t teng x2miz v2 ko'paygan t minus 20. Endi uchrashish vaqti berilgan, t'larni o'rnina qo'yib v2 ni topamiz. Demak 40 minus 5 ko'paytirilgan 4 teng v2 ko'paygan t o'rnina 4 qo'yamiz, minus 20. Demak 5 4 20, 40 dan 20 ni ayirsak bu tarafi 20 bo'ladi, teng 4 v2 minus 20. 4 v2 teng 40, v2 teng 10 metr taqsim sekund. 28-chi masalada E javob bo'ladi. 29. Rasmdagi o'zgarmas tezlik bilan harakatlanayotgan K va M jismlarini uchrash joyini koordinatasini aniqlang. Demak, uchrash joyi koordinatasini topish kerak ekan. Dastlab koordinata tenglamasini tuzib olsak, demak x01 teng minus 20, ya'ni birinchi jismning dastlabki koordinatasi, demak birinchi jismning tezligi 6 metr taqsim sekund. Ikkinchi jismniki dastlabki turgan koordinatasi x02 teng 30 metr, tezligi v2 teng 4 metr taqsim sekund. Uchrashish joyini aniqlang dedi. Dastlabki uchrashish joyini aniqlash, demak koordinatani so'rab uchrash joyini aniqlash uchun ularni uchrash vaqtini topib olishimiz kerak bo'ladi. Shunda x1 teng x2, x1 ning o'rniga x01 plus v1 t teng x2 ning o'rniga x02 plus v2 t. x01imiz minus 20 plus v1 ning o'rniga 6 ko'paytirilgan t teng x02 30 plus v2 ning o'rniga 4 ko'paytirilgan t. Demak minus 20. Noma'lumlarni bir tarafiga o'tirsak 6t, bu tarafda 4t ni bu yoqqa minus qilib o'tirsak 2t bo'ladi. Teng bu tarafiga qo'shilib o'tsa 30 ga 20 ni qo'shsak 50 bo'ladi. Demak t teng 25 sekund. Ular 25 sekunddan keyin uchrashadi ekan. Demak, endi koordinatasini topish uchun x teng
x01 plus vt x2 teng x02 plus v1 v2t. Istalgan bir tenglamaga, ya'ni vaqtni o'rniga qo'yib bersak, ikkisida ham bir xil javob chiqadi. Xohlagan birsini qo'yib hisoblab qo'yamiz. Misol uchun x2 nikini qo'yadigan bo'lsak, x teng x02 miz. 30 xatolik bo'lmadim. Uzr, bu yerda xatolik bo'libdi. Demak, ikkinchi tenglamada, ya'ni v2 tezlik 4 metr taqsim sekund tezlikni manfiydan olish kerak edi. Nimaga desa, bu x o'qini teskari ravishda harakatlanyapti. Mana shu yer minus bo'lishi kerak. Demak, minus bo'lishi kerak. Shunda bu tarafa plus bo'lsa, bu yerda 10 t bo'ladi. Demak, 50 ni 10 ga bo'lsak, demak 5 sekunddan keyin uchrashadi. Endi x2 ga qo'ysak, demak 30, endi v2 o'rniga minus 4 ko'paytirilgan t ni o'rniga 5. Demak 30 minus 20 teng javob 10 metr bo'ladi. 29 da bu javob. Endi bunga qo'yib hisoblab ko'rsak ham shu javob chiqadi. Demak, x teng x01 ni o'rniga minus 20 plus v1 ni o'rniga 6 ko'paytirilgan t ni o'rniga 5. Demak, minus 20 plus 30 teng 10 metr. Bo'ladi. Demak, 29 da bu javob. 30 oxirgi masala. Jism tekis harakatlanib A nuqtadan B nuqtaga 10 sekundda bordi. Uning tezligini x va y o'qilgan proyeksiyalarini aniqlang. Demak, rasmdagi jism tekis harakatlanib A nuqtadan B nuqtaga 10 sekundda bordi. Demak, A nuqtadan B nuqtaga, demak, t teng 10 sekund vaqt davomida yetib boribdi ekan. Yetib borgan bo'lsa, tezliklarni x va y o'qlaridagi proyeksiyalarni topsak, demak, vx va vy ni topish kerak. Endi dastavval vx ni topadigan bo'lsak, endi x0 bu yerda dastlab turgan joyi uni 30 bo'ladi. Nimaga desa, A dan B ga qarab harakatlanib B nuqtaga yetib keldi. Dastlab A nuqtada turadi. Demak, dastlabki koordinatasi x0 teng 30 metr bo'ladi. Keyingi koordinatasi, ya'ni x o'qdagi koordinatasi mana 10 bo'ladi. 10 metr bo'ladi. Endi vaqt bor. Demak, x o'qdagi tezlik topish uchun vx teng x minus x0 taqsim t. Demak, x ni o'rnina 10 minus x ni o'rnina 30 taqsim t ni o'rnina 10 sekund. Demak, 10 dan 30 ni ayirsak 20, 20 ni 10 bo'lsak minus 20 taqsim 10, demak minus 2 metr taqsim sekund chiqadi. Demak, vx o'qdagi tezligi minus 2 metr taqsim sekund. Chunki bu x o'qini, mana x o'qini qarama-qarshi yo'nalishda yurgani uchun buni tezligi manfiy bo'ladi. Keyingisi y dan shu formulani topamiz. Y teng, endi bu yerda y minus y0 taqsim t bo'ladi. Y0 dastlab y0 teng 10 metr edi. Y'imiz 20 metr edi. Demak, y ni o'rnina 20, y0 ni o'rnina 10 qo'ysak, vaqt ni o'rnina 10 sekund. Demak, 20 dan 10 ni ayirsak 10, 10 ni o'rniga bo'lsak, demak 1 metr taqsim sekund. Demak, y o'qdagi tezligi 1 metr taqsim sekund ekan. Demak, Y javobda turibdi. Shu bilan mavzuimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Demak, bizni kuzatishdan to'xtamang, kanalimizni do'stlaringizga ulashib qo'ying.